Ko'p okalarimiz uchastkalardagi problema mana shunaqa joy bo'ladi. Ikkita qo'shinning orasida juda qisqa joy qolib ketgan bo'ladi. Ko'plar aytishadi, "Kam bir nimaga ber" deb. Mana bu yerda biz shunaqa yechim berdik. Bir amallab qilyapmiz, lekin dvigatel qotirilmaydi. Ba'zi bir joylarda chunki perforator sig'maydi bu yoqqa. Shunaqa yechim berdik. Maksimalli devorni yaxshilab gruntovat qilib, bazalt orqasiga ko'proq klayni berib, hamma nagruzkani klayga o'tkazmoqchimiz. Mana bu sauna, basseyn orqa taraflari biza bu obyektimizni -7 harorat paytida tekshirib berganmiz. Juda ham teplo poteriya katta. Bu obyektimiz tog'da, bochkada joylashgan. O'shaning uchun okalar, sizlarni ham dachanglar bo'ladigan bo'lsa, sauna, basseyningiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan teplo masterga murojaat qilinglar. Obyekt tanlab o'ti undoq ekan, bo'ti bundoq ekan deb muammo qilib o'tirmaymiz. Chiqamiz. Mana bu yerda okalarim pashti chiqishmaydi. Har kuni video ma'lumot borib turadi. Biza qanaqa ishlayapmiz, qanaqa ketyapti ish jarayoni gruppada hammasini kuzatib o'tiradilar. O'shaning uchun bu yoqda bizga ham olib bermadilar. Hammasini o'zimiz olib kelib operativni ishlayapmiz. Teplo master kuzatayotganinglarga rahmat.